markazi yo'q. Chiroyli joylar, hamma yo'g'i ham yam-yashil. Bu yerda balalar bor. Hozir sal yurgandan keyin ko'rinadi. Sariq tilla balalar bu yerda ham bor ekan. Ertalab soat 6lar atrofi, 6dan sal o'tdi. Odam deyarli yo'q. Havo ancha salqin. Chiroyli. Quyosh chiqyapti bu yerdan. Qushlar sayrayapti. Ancha tinch. Va toza, e'tibor bergan bo'lsanglar. Restoranlar, suv ancha lakalashibdi. Balalar ham bir ikkitasi yuribdi. Kunduz paytida bu yoqda. Kunduz paytida odamlar kelib oziq-ovqatini beradi. O'sha paytda bu yerga kelib ko'rsanglar, baliq juda ko'p bo'ladi. Tilla balalar. Chiroyli manzara. O'zi odam kelganini ham bilib yaqinlashishadi, hayron qolaman. Parijda Eiffel minorasi kichkina varianti. Ajoyib.